U futbolchining qaytishi Real Madrid muxlislarini xursand qilishi aniq. Demak do'stlar, jahon chempionatiga yana bir ajoyib yulduz jarohatdan tiklanib qaytdi va u futbolchining qaytishi Real Madrid muxlislarini xursand qilishi aniq. Hozir u kimligini sizlarga aytaman. Undan oldin kanalimga obuna bo'ling. Bu futbolga oid mana shunaqangi tezkor xabarlarni beruvchi ajoyib sahifa. Unda boshladik do'stlar. Batafsil aytadigan bo'lsam, bu futbolchi Arda Güler. Arda Güler jahon chempionatida ishtirok etmasligi mumkin edi. Bilasiz, u o'sha El Clasicodan oldin 11-may kunidagi El Clasicodan oldin jarohat olgandi va mavsumni butunlay o'tkazib yuborishi va hatto jahon chempionatida ham ishtirok etmasligi mumkin edi. Biroq u tezroq tuzalishiga muvaffaq bo'ldi va jahon chempionati qaydnomasiga kiritildi. Turkiya terma jamoasining bugun qaydnomasi chiqdi va unda Arda Güler o'rin oldi do'stlar. Bu albatta biz uchun quvonarli xabar. Endi xohlaymiz jahon chempionatida, mundialda barcha terma jamoalar optimal o'sha tarkiblarida maydonda harakat qilishini va bo'lib ham biz shaxsan men Turkiya terma jamoasida Arda Güler va Kenan Yildiz juftligini juda ham ko'rishni xohlayapman. Ular qanday harakat qilar ekan deb. Bilasiz, Kenan Yildiz ham anchagina o'sib, rivojlanib, haqiqiy yulduz darajasiga chiqyapti. Super talant, iste'dod va Arda Güler bilan o'ylashimcha ularning tandemi juda ham muvaffaqiyatli chiqadi. Ko'ramiz endi. Turkiya terma jamoasi ham ajoyib tarkibga ega bo'lib olgan va Arda Gülerning qaytishi ham anchagina Turkiya terma jamoasi uchun katta plyus bo'ldi.